Salom Namangan. Ayni paytda biz Mingbuloq tumanidagi 1-patir festivalidamiz. Non yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib, non yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib. Birgina Mulkobod mahallasini fuqarolari 25 turdan ortiq patir yopishibdi. Mazzami? Mana bu patir nomi Darmon patir aka. Qancha yesangiz ham semirmas ekansiz. Mana Mingbuloq haqiqiy qalb patiri Malika nomi bilan chiqadi. Qo'shqishloq mahallasining ayollari mana shunaqa 4,5 kilolik patir yopishibdi. O'zbekiston bayrog'ining turishini qarang, kattaligicha buni. Bunisi qizilchalik, bunisi ismaloqlik aka. Ikkitasi ham shifo bo'ladigan patir aka. Bu yerda 50 turdan ortiq mana shunaqa patirlar yopilgan. Buni ko'p joyda buqa patir deydi, ba'zi joylarda quda patir deydi. Asli tomonda nima deydi? Piramida patir ekan bu. Mehnatobod mahallasining ayollari gullar festivaliga atab atirgulli patir yopishibdi mana. Siz shunaqa festival haqida eshitganmisiz? Bugun festivalga keldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring.